Assalomu alaykum, qadrli obunachilarim. Biz kimdadir nafsaniyatga tegmoqchi emasmiz, faqat bizning lichkamizga ana boshqa davlatdan qora tanli akalar tashlab turganligi uchun. Eng kichkinasi men 41 yoshdaman. Ochiq yo'lkaga ilhom ila kimlardir anaqa bunday lata qo'yganda o'ylaydi, shuning uchun ochiq yo'lkadamiz. Fazl akam, Muqim akam, Shamshid akam, Akram akam uyalganda yerga qarab turibdi. Davay, aylantiraylik. Üzülmaganman. Ketdi. Üzülmagan. Yana aylantirak shunga. Qani? Yo'q, Alloh. Ağa chiqdimi teradan? Qani? Ketdi. Yo'q, Alloh. Davay. Qani? Bo'ldi. Men yaxshiman, shashilmanglar. Men yaxshiman. O'zingga sho'r bo'l. Ketdi. Yo'q, Alloh. Oldiga, Shamshid aka oldiga, Fazl akamni oldiga o'ting. Shamshid aka jeyizga boring. Davay. Almashinglar jeylangiz, Shamshid aka. Akram aka oldiga. Oldiga o'tinglar, oldiga. Akram aka oldiga. Oldiga, Davay. Shashilmanglar. Davay, oldirib ko'taveraylik. Qo'ymanglar, davay. Elasanglar, davay. Oldirib ko'taveraylik. Arqam bilan. Chiqayman. Shashilmanglar. Arqamda torting. Bo'lmasa bo'lmaydi. Ko'tarmasa totoring. Shashilmanglar.